Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Qaraysizlar birodarlar, zo'rmisiz, charchamayapsizlarmi? Bugun men qishloqdaman. Go'zal qishloqdaman. Bahorda ashi chiroyli bo'ladi qishloq. Mana ekinlar bor, hammasi atrof go'zal bo'lib turibdi. Mana qishloqni. Men bir narsa o'ylab qoldim-da. Bu hayotda ishlaysan, charchaysan, uyga borasan, ishga kelasan, uyga borasan, ishga kelasan. Bugun dam olganimga bir o'ylab qoldim-da. Nima qilyapman bu hayotda? Nima uchun kelganimiz? Faqat ishga boramiz, yo'q qaytamiz, ishga boramiz, yo'q qaytamiz. Oilani bag'riga ham bir bo'la olmaysan. Uydagilarni ham bir gurum qila olmaysan. Ish, uy. Ana shu ishlab topgan pulimiz qayerga ketadi? Bechora shu qurgan uylarimiz qayerga ketadi? Mana shu qurgan uylarimiz qayerga ketadi? 7 begonaga qolib ketadi bir kun o'lib ketsak. Bir 10 yildan, 20 yildan, 30 yildan keyin mayli o'lamiz. 100 yildan keyin boshqa keladi joyimizga. Mana shu akalar boshqaniki bo'ladi. 100 yildan keyin. Nimaga shashib bu hayotda shuncha kuyunib ishlaymiz a? Bu hayotda tavba qilib oxiratda o'ylab yashash kerak ekan. Hammamiz qolib ketamiz dunyoda bu. Qolib ketadi hammamiz. Oxirat uchun kurashaylik, nasib bo'lsa inshaalloh. Sabab oxiratingizni mahkam qilib qo'ysangiz, hayot dunyoni qiziq qolmaydi. Bir o'zingizga o'ylab ko'ring, bu hayotda nimaga keldingiz? Nima uchun yashayapsiz? Ish uchunmi? Uyga borib ish qilasiz? Yoki kayf sofa uchunmi? Bir o'ylab ko'rib, o'zingizga savol berib ko'ring.